Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo 5 ta davlat — Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya rahbarlari Turkistonda to'planishdi. Yig'ilish boshlanishidan avval yetakchilar Turkiy sivilizatsiya markazi qurilishiga tamal toshi qo'yish marosimida ishtirok etishdi. Shundan so'ng yetakchilarga Qozog'istonning raqamli yechimlari hamda Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlarning IT va sun'iy intellekt sohasidagi qo'shma tashabbuslari taqdimot qilindi. Turkiy davlatlar tashkiloti sammitida davlat rahbarlari turli takliflarni ilgari surishdi va sammitdan so'ng Turkiston deklaratsiyasini imzoladilar. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on ushbu davr turk dunyosining asri bo'lishini qat'iy va ochiq ta'kidladi. Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston Rossiya tomonidan ta'sir va mustamlakachilik nazorati ostidagi barcha tuzilmalar, Shanxay hamkorlik tashkiloti, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlatlardir. Anqara, Moskva va Pekin o'rtasida harakatlanish hozircha bu davlatlar uchun muvaffaqiyatli bo'lib turibdi. Biroq bunday murakkab vaziyatda maqsadga erishish uchun qo'llaniladigan mohirona harakatlar yoki chora-tadbirlar imkoniyati yildan-yilga kamayib bormoqda. Turkiya o'zining tashqi siyosat kun tartibida mustaqil emas. U Qo'shma Shtatlarning global geosiyosiy rejalarini amalga oshiradi. Faqat Turkiyaning Turkiy davlatlar tashkilotiga ta'sirini kengaytirish orqali Qo'shma Shtatlar Janubiy Kavkaz va Markaziy Osiyoda o'z ta'sirini kuchaytirishga intilmoqda. Musulmonlar mustamlakachilarning geosiyosiy o'yinlarida tobe davlatga aylanmasliklari kerak. Musulmon mamlakatlardagi hukmron rejimlar xarobalari ustida yagona davlat, Roshid xalifaligi tashkil etilishi kerak. Bu davlat har qanday xorijiy aralashuvning barcha usullarini to'xtatadi. Aynan shu davlat Allohga chin dildan tavakkul qiladi, chunki nusrat eng oliy zotning qo'lidadir. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Agar sizlarga Alloh yor bo'lsa, hech kim sizlardan g'olib bo'lmas va agar sizlarni yordamsiz qo'ysa, undan o'zga hech bir zot yordamchi bo'lmas. Iymon keltirgan zotlar Allohning o'zigagina suyansinlar.